Assalomu alaykum qadrli yurtdoshlar. Qadrli yurtdoshlar, bugun sizlarga kompozitniy setka deganini ko'rsatamiz. Yevropada, chet davlatlarda ko'p foydalaniladi kompozitniy setka. Kompozitniy setka navlari bilan afzalligini sizlarga tushuntirib o'tib ketamiz. Bu ham shu 3 metr, 1 metr. Yachinkasi 15-15 bo'ladi. Qalinligi talashinasi 3.5 lik. Xo'p, buni afzalliklari navda. Buni afzalliklari chirimaydi, zanglamaydi. Keyin yengilligi bilan, keyin masalan buni deylik, hozir ishini qalinligidagi almatirdan 2 barobar kuchli bo'ladi. Novsi bilan kuchli bo'ladi. Yana ko'rib turibsizlar. Simmidan boshqa ham etmaydi, yana joyini qaytib kelib turaveradi. Mana kimga kerak bo'ladigan bo'lsa, bizlara murojaat etishlaringiz mumkin. Ekranda telefon raqamlarimizni qoldiramiz. Xo'p, bundan tashqari tamom bo'lib qoladi. Bular zakaznoy setkalar ham bo'laveradi. Bedanaga, nega bu rulonlarning qalinlari bular. Shuni siymi 1.7 lik. O'zi 4 yil territoriyasida 1 lik, 1.2 likdan qalin narsani topolmaysizlar, lekin bizada yana xudo xolasa bor. 1.7 lik bularni bedanaga ishlar bo'ladi. Bular qimmat, doğrusunu aytib o'tavering. Bular qimmat setka. Arendaylar, arzonroqlari arendlar. Simlar ip-qora bo'ladi. Xo'p, bu chornovoy isteyashkida. Qarab, xo'p, bahosini aytib o'tadigan bo'lsak, kompozit setkamizni unutibmiz. Uni har bir danasini kanal nomidan yana 40 ming so'm aytib beramiz. Shuni qalinligida variantda almatırlısı bor. Bular lekin kontaktlarga javob berilmaydi, buni aytib o'tamiz. Bular 26 ming so'm danasi kelishib qaytib beriladi. Ibakda 16 ming so'mlik ham bor. Orada narsam bor o. Bundan ham yuqoriroq 13 ming so'mlik ham bor. Xo'p, bularni metr 60 ming so'mdan, bularni metr 50 ming so'mdan, bularni metr 42 ming so'mdan. Xo'p, bular o nariyan qimmat deyishlaringiz mumkin. Men siz hozir simlarni tushuntirib o'tdim ular. Mana bu setkamiz. Şu setkamiz metr 15 ming so'm. Bu ham shu Asinkovga. Mana bu 20 ming so'm. Bu ham shu Asinkovga. Sim qalinligi 1 lik deb aytiladi. Mana bularnikina 33, 35, o'sha 1,5 metr. Xo'p, mana bular bular tak 25 ming so'm. Mana busi 28 ming so'm. Bu ham 30, 30, 30, 35 ming so'm. Endi ondan tashqari yangi 2 metrlik rulon setkalarimiz ham keldi. 2 metrlik bularni ruloni 225 ming so'mdan kanal nomidan kelganlar uchun like bosib kanalga obuna bo'lamiz do'stlar. Yangiliklar ko'p bugun bura hozir. Yana endi gabion setkamizni, gabion setkani yangisi keldi. Shu ham 2 metr, 1 metrlik. Tak, yachinkasi 3,5 bo'ladi. Sim qalinligi 2.8 lik do'stlar bular. Bugun yangiliklar ko'p xudo xolasa. Asta-asta video chiqarib ko'rsatib o'taveramiz. Obuna bo'laylik do'stlar, bir like-ni bosaylik, yoki bo'lmasa. Shu xalqning xizmatida kelib, shuni hozir issida, bilmayman 40 gradus issimi, shuni tushirib oldik, shularni qabul etib oldik. Kimga qiziqarli bo'ladigan bo'lsa, kommentariya yozib qo'yinglar. Iloji bo'lsa javob berib o'tamiz. Baklarımıza belə setkalar bilan dolayı kecha 30%, 10% çekirmek gelmiş, o boşak kaldı belli. Bir günün içinde elhamdülillah. Geleverasizlar.